Ba'zan hammasi juda oddiydek ko'rinadi. Ishga kirish, lavozimga ko'tarilish, bank xizmatlarida tezroq ishingizni bitirish. Ba'zilar buni mehnat bilan tanlasa, ba'zilar pora bilan oson yo'l izlaydi. Har bir noto'g'ri qaror katta oqibatga olib kelishi mumkin. Bitta kichik qadam esa hayotingizni o'zgartirib yuborishi hech gap emas. Oson yo'lni tanlaysizmi yoki to'g'ri yo'lni? Halollik tanlovdan boshlanadi. Unutmang, pora berish ham jinoyat, pora olish ham. Bir lahzalik manfaat yillar davom etadigan javobgarlikka aylanishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi pora berish va pora olish uchun javobgarlikni belgilaydi. Korrupsiya jamiyatni ichidan yemiradi. Bunga aslo yo'l qo'ymang. Hurmatli fuqarolar, agar siz Hamkorbank aksiyadorlik tijorat banki tizimida xodimlar tomonidan sodir etilgan korrupsion yoki firibgarlik, shuningdek boshqa huquqbuzarlikka oid holatlarga guvoh bo'lsangiz, quyidagi manzillar orqali murojaat qilishingiz so'raladi. Aloqa telefonlari va elektron pochta yordamida biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Hamkorbank korrupsiyaga qarshi qat'iy pozitsiyada va doimo halollik tamoyillariga sodiq qoladi.